Qani o'zimni ol, birodar. Bismillah. Hazillashma, ro'zaman-ku. Uzr. Sen nimaga tutmayapsan? Yo'q, men ham tutdim 2 kun. Lekin oshxo'ram ko'tarmoqda meni. Kasalmisan? Oshqozoningda yazvang bormi? Yo'q, Yoki hayz ko'ryapsanmi? nimalar deyapsan? Men shunchaki qornim ochsa qiynalaman-da, chidolmayman. Keyin darsni ham bilasan-ku, tinmay gapirish kerak, dars o'tish kerak, charchaysan-da odam. Hech chirigan ekanmi? Birodar, Allohga osiylik qilishlik bilan faxrlanishingga nima sabab bo'lyapti? Nima deganing bu? Qanaqa osiy bo'lish? Ro'za bu tanlov emas, birodar. Allohning buyrug'i, so'zsiz itoat qilinadi. Sen o'zing ham tutmayapsan. Ro'zadorlar orasida bemalol ovqat yeb yuribsan. Gunohni ochiq qilishdan uyalmayapsan. Bu faxrlanish bo'lmasdan nima bo'lsin? Endi oshirib olma endi. Vaqt kelsa tutamiz biz ham. Vaqti keladi, biz ham musulmon bo'lamiz degandek gapirding. Nimalar deyapsan? Bunaqa jiddiy qarab olmagin endi. Ishtahang ham beliga tepding. Mana sen ustoz bo'lib ishlaysan-a? Dars o'tasan. Ha, vaqtda. Shu ishxonaga bormasang, dars o'tmasang, shunda ham oyligini olib, men o'qituvchiman deb yura olasanmi? Yo'q, tentakmisan? Kimga kerak unaqa ishchi? Orqamga tepib haydab yuboradi-ku. Qani endi shuna bo'lsa. Bu-ku dunyo masalasi ekan. Biz e'tiqod haqida gaplashyapmiz. Bu dunyoga Allohga ibodat qilish uchun yaratilganmiz. Musulmon bo'lishning shartlari bor. Alloh va rasuliga iymon keltirdingmi? Namoz, zakot, ro'za, haj farz bo'ladi. Yoki bularni tark etib ham jannatni orzu qilyapsanmi? Ha, birodar. Aytyapman-ku, kelajakda tutaman men ham. Hozir biroz nafsimga qiyin bo'lyapti-da. Birodar, Alloh taolo aytadi, har bir ummatning ajali bor. Ajallari kelgan paytda 1 soat orqaga ham, 1 soat oldinga ham sura olmaslar. Biz esa ajalimiz qachon kelishini bilmaymiz. Har qanday paytda vafot etishimiz mumkin. Pensiyaga chiqishimizga ham kafolat yo'q. Bizga ibodat qilish uchun bugun bor. Bugun ibodat qilishimiz kerak.